Biz mindset modulida, ya'ni moliyaviy fikrlash modulida asosiy kelingan nuqtamiz markaziy pozitsiya, ya'ni yuqori va pastki pozitsiyalarni hammasini 5 ta pozitsiyani ko'rib chiqib, markaziy pozitsiyani yaratishadi, o'rta pozitsiyaga kelishadi. Va shu bilan birgalikda boshqa modullarimizda, demak biz ikkinchi, ya'ni dushanba kuni boshlanadigan modulimizda bu yerda ko'rishimiz kerak bo'lgan nuqtalar moliyada bizda bilim, qoida, tartib yetishmasligi haqida o'rganamiz. Ya'ni buni to'ldiramiz. Yetishmagan qismlarni to'ldiramiz. Neurosystem modulida esa, ya'ni neyrotizim modulida biz ajdoddan kelayotgan ota-onani xotiralari, qalbni xotirasi hammasini tozalanib holatiga olib kelamiz. Bularni hammasi esa bizni energetik holatimizni ko'rsatib beradi. Energetik holatda bularni hal qilgan paytimizda, 3 ta modulni hal qilgan paytimizda energetik holatimiz qanday holatga yetib keladi, buni ko'rib olamiz va shu chastdan turib energetik pul oqimiga ulanishga o'tamiz. Ya'ni pulni magik oqimini ishlatishga o'tamiz. Energy modulida. Undan keyin your value modulida esa, ya'ni o'z qadr-qiymati modulida esa biz qadrsizlik dasturi bilan yaxshi ishlaymiz. Ya'ni bu hamma modul ma'lum bir dasturlarning ishlanishiga qaratilgan bo'ladi. Demak, birinchi modul bu fikrlash moduli bo'ldi bizda. Bu yerda o'zimizni o'rnimizni topib oldik. Ya'ni moliya tizimida bizning o'rnimiz qayerda edi? Har bir inson ichida anglamagan ma'lum bir uстановkalar bor. U puldan pastda yoki puldan yuqorida turishini, o'rnini, fundamental o'rnini belgilab beradi. Bu shu darajadaki u ichki ziddiyatlar, arzimaslik hissi, aybdorlik hissi, kutish yoki nazorat ehtiyojini shakllantirgan dasturlar. Bu yerda biz neyron aloqalar va ong ostidagi uстановkalar darajasida chuqur tafakkur bilan ishladik. Yana ishlaysiz o'zingiz ustingizda va o'zingizni moliya tizimida markazga qaytarish uchun, undan tashqarida qolmaslik uchun, ya'ni ochiq moliya tizimidan, pul tizimidan tashqarida qolmaslik uchun o'zingiz bilan yaxshilab ishlaysiz. Ikkinchi modulimiz bu tartibga bag'ishlangan, moliyaviy tartib, moliyaviy bilim, moliyaviy qoidalarga bag'ishlangan. Bu yerda pul bilan bog'liq qiyinchiliklarni eng ko'p uchraydigan savollardan biri pul tizimidagi qoida va tartiblar haqida bilimi yo'qligi. Inson tartiblarni bilmasa, pul tizimi uni qo'llab-quvvatlay olmaydi. Biz bu modulda pul harakatini tamoyillari, tuzilishini tahlil qilamiz. Pul almashinuvida yo'qotilgan mantiqni tiklaymiz. Pul tizimida bo'lishni, betartiblikda bo'lmaslikni o'rganamiz. Va u yerda qoidalar va tartiblar matritsasini, barcha darajalarda joylashadigan aniq tizimli asosni o'rganamiz. Neyrotizim modulida, neyroplastiklik modulida biz bu darajada biz o'zimizni xalaqit beradigan chuqur shablonlar, qo'rquvlar, bloklar va ajdod darajasidagi xotiralarni qayta tiklaymiz. Puldan qo'rquv, pul xavf ekanligi haqidagi qo'rquvlar, tushunchalar, uni yo'qotgandan ko'ra kamrog'i yaxshi degan ma'lum bir singib ketgan dasturlar va boshqa hamma dasturlarni ishlaymiz. Bu yerda biz ong osti bilan ishlaymiz. Neyroterapiya yoki neyrosistem bilan. Hamma qotib qolgan, turib qolgan dasturlarni bo'shatamiz, ajdod darajasida, avlod darajasida va xavfsizlik bilan aloqani tiklaymiz, toki energiya siz orqali ichki taqiqsiz pulga erkin oqib o'ta olishi uchun. Keyingi modulimiz energiya moduli. Bu sizdagi holatni energiya sifatida va chastota ko'rinishda turish. U sizni pul tizimiga nisbatan magnit kuchingizni belgilab beradi. Energiya bu holat. Bu eyforik boylik holati emas. Bu osmondan tushib qoladigan bolalarcha ishonch haqidagi pulning bo'lishi haqida emas. Bu har doimgi bo'ladigan resursingiz, g'oyalaringiz, kerakli insonlar, hamkorlar, voqealar yoki imkoniyatlar mavjud bo'lgan maydon, holat haqida. Faqat harakat qilish bu energiyani, bu holatni moddiy dunyoga namoyon qilish qoladi.
va keyingi oxirgi 5-modulimiz bu sizning qadr qimmatingiz. Bu eng chuqur modul va haqiqatda murakkab dastur. Bu yerda butunlay arzimaslik, qadrsizlik, qiymatsizlik dasturlari ishlanadi va u markazda turadi. Chunki hamma narsaga singib ketgan bo'ladi bu markaziy dastur sifatida. Aynan shu yerda soxtalik sindromi, yolg'on sindromi, o'zidan shubhalanish va hatto o'z kuchidan qo'rqish yashaydi. Bu qadrsizlik, bu arzimaslik qanday qilib maskalar ortiga yashirinishini, perfeksionizmga aylanib ketishini ko'rishimizni bilimlarini hammasini o'rganamiz, kuzatamiz buni. Va aynan shu yerda yakuniy transformatsiya sodir bo'ladi. Siz o'z qadringizni his qilishni oxirigacha qaytarib olasiz va pul bilan munosiblik tayanch holatidan turib munosabat qilishga o'tiladi. Aynan moliya tizimi mana shu 5 ta bo'limdan, 5 ta moduldan iborat bo'lgan moliya tizimiga olib kiruvchi 5 ta kalit. Har bir modul undan oldingisini to'ldiradi. Fikrlash, tafakkur, tartib, xotira, energiya va qadriyatlar, qadr. Bular har biri bir butunga aylanadigan tizimni yaratadi. Moliya tizimi bu sizga pul tizimini ichki markaziga yo'l ochadi. Ya'ni siz endi pul uchun kurashmaydigan, balki aniqlik, muvozanat va ichki kuch holatidan harakat qilish holatiga o'zingizni olib kirasiz. Ichki station holatiga o'zingizni olib kirasiz. Va har biringizga ushbu modullarda har birida bo'lishingizni tavsiya qilaman.